Albatta shu insonning iymoniga qalbi ko'rsatadigan har qanday bir jinoyat Peygamber sallallahu bir hadisi var. İnsan her bir cinayet qilganda uning bir qari chekit urildi. Bu ko'paygan siri shu nurg'un mayli insonning haqqiga kirib zulm qilgan bo'lsin yoki o'z nafsiga o'ziga o'zi qilgan bo'lsin. Bu chekit ko'paygan siri qarida nurg'un yaxshi ishlarmi, yaxshi nasihatlarmi, tavsiyalarmi hech qaysi ta'sir qilmaydigan bo'lib ketadigan bu qalbning qaytib ketishdan iborat bu ahvolga tushib qolsin. Alloh saqlasin. Alloh saqlasin. Endi shu hozir sizlar mesela asli ayrım bir sualim var. İslam'da shu zulmga sabr qilish masalasi bunun mahiyeti nima deb. Sizlar hozir biraz aşlı bu narsa kirlar. Yuqorida butunlay insonlar o'tirisida o'zimizga o'zimiz qilib qolgan nafsimizning keyini qirib qolgan zulmning hammasini tushuntirib bo'ldi. Bo'libmi shu bizga o'xshash ishg'oliyatga uchirgan shu tajovuzchi bilan kurash qilish masalasida uning zulmiga uchirgan bir xalqqa nisbatan biz bu nuqtani mencha haqiqiy ravishda tushunmaganligimiz uchun bugun bu hattoki vatanimizdagi ahvolni ko'ryapmiz. Xalqimiz ro'zini tutolmaydigan bir ahvolda. Künde mecburlanıp su içiriş ve başka bütün bu sözlep kelsek bu necislerinin kılıp atkan rezillikini hem de hemmimiz görüp durvatımız. Yani bu atıboğullarımız mençe hem de ben şu devamlılık bu biz diyen tohum, ulataş, cimci de bütünley aslında bundak bir tecavüzcüye karşı zulümge sabır kılışının manisi asli. Qo'ldan kelgan butun tirishchanlik bilan uningga qarshi kurash qilishni asli zulmga sabr deydi ekan. Islom o'lim adiri. Ammo bizning vatanda dal aksicha jimto farzandlarimiz shu beshini ko'tarolmaydigan qilib cho'ng qilinganligi uchun buni ta'tibatimiz shu ham yillardan beri. Shu bo'libmi shu ishg'oliyatga uchragan bizdek bir xalqning faqat mushu nuqtasini biroz oshgan bo'lsak mohiyatini. Endi boyan biz zulmga sabr qilish deganni zulmga qarshi to'g'ri muomala qilish deb ham xuloslagan bo'ldik. Hamda bir temini iymonimizga qanday ta'sir qildi degan gapimiz zolimninki zulm qilganlik uchun zolimning boyan siz tushuntirib o'tib ketdi. Xo'sh, u narsa tugursa qalbi gunoh ma'siyati ig'irlab ketdi. Xo'sh. Endi bu shu boyan degandek bizning hamda cho'nglarimiz hamda jiq japan tatqanligi uchun biz yoshlarimizni ko'pincha vaqtida tuxumni tashqi o'g'il bo'lmaydi. Erbab bilan apilassan, herbab bilan soladi deganga asosan bir zulmga qarshi turadigan kishilarni besib kelaylik ekan. Bu xato tushuncha bu. Bu tip yiltizdan xato tushuncha. Biz shuni tushunishimiz kerakki, biz qanchalik qurbon bergan sari biz nusrat shunchalik yaqin bo'lamiz. Chunki biz bu yerda haqqimizni olish uchun hareket qilamiz. Xo'sh. Haqni haqqini olish uchun emas. Yordam biz qanchalik harakat qilgansa Allah subhanahu va taolo bizga yordam beradi. Ya'ni bu yerda biz masalan hozir mustaqil bo'lgan davlatlarni ko'rdik, mayli Afg'oniston, yaqinda Suriya ozod bo'ldi. Ular to'xtab qilib bo'lmadi. To'xtamay oyatdan 20 necha jihad qildi Afg'onistondan. Suriyaning mu 2011dan 13dan tortib cho'ng 11da qo'zg'alib 13da cho'ng konkulan bo'langandan tortib mayli har tarafdan bo'lib eng oxir bo'shashmay harakat qilganligi uchun, qarish turganligi uchun ashlar qalbi oladi. Ammo u yoq bu yoq chepchi ketganlar uchun qo'rqib desa, ular sitqagan bo'ldi. Bu yerda nusrat g'albi kimga bo'ladi desa, qurbon bergan jinni tikkanlik bo'ladi. Endi bu yerda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizni hargiz ashuna ishni ko'rsanglar jim turinglar emas. Har qanday vaqtning o'zida zulmga qarshi turishimizga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda chaqiriq qildi bizni. Buning misoli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning jihad qilib buyurganligi nima deb dedi? Sen ularga qanday qilgan? Jihad aşkın, ular seni yurtuna qanday qilib etdi, chiqirib etdi, sizlarga tajovuz qildi, siz ularning qanday qilinglar jihad etchinglar deb Alloh subhanahu va taolo izlab berganligining o'zi har bir musulmonga shu amirki, sana zulm qilgan kishiga qarshi tur deganlik bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning bu so'zlari va Ali roziyallohu anhuning so'zi bekrak mashhur deb davomli so'zlaymiz. Ya'ni cho'qim zulmga qarshi turish kerak va hatto zulmni agar qarshi turish bilan birga butun dunyoga yeb zulmning abtibashirisini zulm qilguvchilarning kim ekanligini bildirishning o'zi bizning shariatimizning ahkomi. Shunga ham biz hozirgi cemiyetimizde bağan sıra zulümga qarindoshimizdan ag'ir bo'layotgani zulmga ko'nab qelyapti.
Xuddi asli bizning ama temimizga kelsak, bizning mushu kunlarga qolib qolishimizning sabablari hamda har xil turli sabablari bo'ladi. Birga nuqul qilolmaymiz. Sabablar nima desa, bir sözümüz var ya, meni çaqmagan yılan mançil yasson degandek, masalan, manga kelmedi deb kelganlarga sukut qilganligimiz uchun. Xo'sh. Bu bämimizge ahirde keldi. Hazırmı qanday boladi desa, masalan, vatan bilan ba'zi bağlarını qurgan, munosabatni bağlaganlar, men vatan bilan ko'rishayotgan ekan. Yoki anda qilayotgan ekan, men chiqmay tursam bo'ladi-ku. Men qilmay tursam, voy sen shu necha vaqtning oldida shu seni ko'rshamadi-da. Bundan kimi ko'rshamaskan mumkin. Naq sening bo'lish mumkin. Sen o'zing uchun emas, musulmon degan nima desa, musulmonning g'emi nimaga musulmon hisoblanmaydi. Zulümge karşı hareket kılmagan, zulümni köge vaqtidan itilip çıkmagan musulmon bulmaydı asli. Biz mana uqtini bilishimiz kerakdi. Hozirmi bizning shu ajizlab ketayotgan, nurg'un faoliyatlarga ushlab ketayotgan, jimib ketib qolganligimizning o'zi nima bo'lsa, zulümge qarshi bo'lgan tushunchimizning hozirmi nima ekanligini, to'g'ri. Ajiz, nəhayət tüən ekanligini bildirdi. Bu zulüm sana qilinsa zulüm emas o. Zulüm deb qarsang bo'lmaydi. O qılıqның özü yüz bergen aman senin onu karşı duruşun ne bolu vacip. Bir zulüm nerede bolu eken senin kudretin yesselam imkaniyetin bolsa şunun karşı duruşun sana nima vacip. O manı kelse zulüm meyada bol zulmemezsen o Müslümanın ahlakı emas, o Müslümanın yolu emas o. Şuna kayrandaşlar, şuna nerseki nahayet mühim karşı gerek. Bu neyli noktadan Allah'ın zulümü karşı duruş nemesi perzi. Men musulmonlik bütün burchim bilan mening mas'uliyat burchim bu zulmga qarshi turish. Ma zulmga uchirgan, ma mening qayrindishim. Men qayrindishimga ani payg'ambar sallam debdi yana, mazlum bo'lgan qayrindishing qanday qil? Yordam ber, qo'lla uni deb. Shunga biz Uyg'ur musulmonlari mushu zulmni to'liq tunib, zulmga haqiqiy qalbimizdan bir zulmni tushunib, shunga qarshi turish vojib edi. Afsus, ajizlab ketib boradi. Şuna bu zulüm meselesi biz qaytadan özümüzün beşimizde bir silkeytip, ey, bana bulawatıdı ma zulüm. Muşunga boğulum bana bulawatıdı. Yak meyli men körşenmesem meyli, paranlaşanmesem meyli. Ama ma zulümni to'xtatish uchun men chiqmasam bo'lmaydi deydigan bir ideya kelishimiz pek zo'r bizga.